Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun biz ham 2 dona katak yasadik, shularni izohlab tashab qo'yaylik dedik. Katagimizni uzunligi 2 ga 1 deydi. Uzunligi 2 metr, eni 1 metr, bo'yi 1 metr bo'ladi, oyog'i 10-15-20 sm bo'ladi. Hamma yo'g'i fanerdan bo'lgan. Keyin qo'llarning orasini ochganmiz. Mana qo'llarning orasini ochib, karmoshkasi ham ana to'q kallasi qanday qilib yarasha ochamiz deydilar. To'g'da oyog'i tushmasin ichiga. Kallani o'zi sig'adi xolos. Katta qilmaymiz karmoshkasini. Marta tuxumolon joyi mavjud, har doimgidek mana. Ro'radi, qo'li sig'adi. O'zi ham ko'rkam mana. Atroflari 100% faner. Panel bo'lanki 0.8-1 cm qanday atrofdagi panellar bo'ladi, shundan ishlatamiz. Yarim zimniy, yarim letniy degandek bizniki. Mana orqa tomonlari. Bunimizning narxi 700 ming so'm. Buni sherigi bor naryoqda, mana hozir bugun bilet tayyor bo'lgan. Jup olaman deganga. Nimatta bug'doy solgan yashiklarimiz bor. Ikkoviga 1,5 ton narsa qo'radi. Yashigimizga bug'doy. Marta xo'roz kataklarimiz bor. Xo'roz kataklarimiz mana 120 ga yana 85. Ko'rkam zo'r chiqqan bular ham. Mana sal uzoqroq olib bering. Xo'roz ishqibozlarga kelishib qolsak, yetkazib beramiz. Xudo xolasa vodiy ichida bo'lsa imkoni bor. Adresimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Tashqi Shabboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'ling.